Fıntan qilgan vaqtimiz go'shtni sal kichikroq to'g'rab olamiz. Ko'rib turganinglardek mana mush xil shaklda sal kichikroq qilib to'g'rab olamiz. Yangi yo'l sabzilarni go'shtga moslashtirib sal kichikroq to'g'rab olamiz. Qozonga azroq moy quyib, bir qo'shq atrofiga shakar silib, shakar erib, ustiga ko'p ishlar o'rlab chiqqandan keyin go'shtni silib qo'raymiz. Bunday qo'rgan vaqtimizda go'shtning rangi intayin chiroyli qizirdi. Go'shtni bekroq qo'rib olgandan keyin piyaz, zanjibil, pandir silib qo'raymiz. Rangining chiroyli chiqish uchun pandir qiyamidan bir qo'shq atrofiga silib olsak, rangi intayin chiroyli chiqadi. Undan keyin azroq tuz silib pandir izilgich qo'rib olamiz. Undan keyin sabzini silib bir ishga qo'rib atgandan keyin qozonga sal jiqaroq suv quyib qaynatamiz. Ta'mining texmi o'zgacha ham yeyish chiqish uchun cho'ng istamning tangjo tetikisidan bir bo'laq silib etamiz. Cho'ng istamning cho'ngligi va qinslan bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Izdigan topamay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayning haqsiz gulringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglar rahmat. Ishni taxminan bo'sh o'tda 15 minut atrofida qaynatib pishirib olgandan keyin yangi morlan silib qaynatamiz. Undan keyin oldin chilab tayyorlab olgan pintozni solamiz. Undan keyin uyda azroq tofu baykantiq tufuni silib etdim. Undan keyin yubasay samsaqlarni silib, lamponi mushunda qan shaklda to'g'rab silib olsanglar bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga